Menga qara. Opang topgan qiz juda yaxshi qizga o'xshayapti. Ota-onasi ham bamani odamlar ekan. Bugun gaplashib, hammasini hal qilib kelgan, xo'pmi? Axir yoshing ham ancha katta bo'lib qoldi-da, o'g'lim. Men ham to'y ko'ray deyman-da. Opam aytganlaridek qiz yaxshi qizga o'xshaydi. Gap so'zlari joyida. Mayli, hal qilamiz, xudo xolasa. Duo qiling. Qani ilohi omin. Ishlaring rivojini bersin. Allohim yuzingni yorug' qilsin. Allohu akbar. Yaxshi o'tiring onajon. Bo'pti, yaxshi borib kel, bolam. Qalay, Sevaraxon, yaxshi o'tirdingizmi? Ha, rahmat. Xo'p. Sovg'alarim yoqdimi? Ha, yoqdi. Xursandman. Endi mahrga nima xohlashingizni aytsangiz? Mahrga menga 2 xonali uy olib berasiz. 2 xonali uy? Xo'p. Kelishdik unda. Xo'p, mayli. Men unda ketdim. Xo'p, yaxshi bo'ling. Ikki xonali uy. Mayli, bir amallarman. Muhimi oxir baxayr bo'lsa bo'ldi. Rahmat, qo'sha qaringlar, ilohim. Baraka toping. Bera qoling, choyman qo'yaman. Qizim, ertalabdan nonushtalarni juda chiroyli tayyorlab qo'yibsiz. Katta rahmat. O'zingiz ham choy ichib oldingizmi? Ha, ojon ichib oldim. O'g'lim, bugun endi dam olish kuni bo'lsa, bitta meni taklif bor edi. To'ydan burun opang ham darak yo'q, kelgan yo'q. Ijarada o'tirib ham qiynalib o'tirgan turdi. Bir borib yo'qlab kelamizmi, kelamiz, nima deysan? Yaxshi bo'lardi. Bahonada mana rahmat aytib kelamiz. Shunday qizni topgan edi-ba. Ojon, men ham borsam maylimi opajonni ko'rgani? Mayli, a? Mayli qizim. Rahmat ojon. Bo'lmasa, kiyimlaringizni kiying. Xo'p bo'ladi ojon. Rahmat. Opangizni bir borib ko'rib kelamiz. Xo'p ojon. Voy, asal qizim, kennaysini ko'rgani bormasani? Kennaysi o'zi keldi ko'rgani, a? Bujonimizni bo'lsa sog'im ketdi. Voy jonim qizim-ey. Yaxshimisiz, dada? Yaxshi bujon. Qizim, yaxshi o'tiribsanmi? Rahmat oyijon, kelganinglar rosa ham yaxshi bo'ldi. Sog'inib o'tirdim hammalarni. Ukam, sen yaxshimisan? Ishlaring yaxshimi? Rahmat opa, o'zingiz yaxshimisiz? Yaxshi o'tiribsizlarmi? Rahmat. Sevaraxon, siz yaxshimisiz? Ancha o'rganib qoldingizmi? Rahmat opajon. O'zingiz yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? To'ydan burun bormaysan. O'zimiz ham xavotir oldik. O'zing charchamayapsanmi? Rahmat oyijon. Yaxshi ham shu tikuv mashinasi bor ekan, qo'shnilarni kiyimlarini bir amallab turibman. Tezroq sen ham uyli bo'lsang, ko'nglim xotirjam bo'lardi-da, bolam. Ojon, agar xo'p desangiz, bitta gap aytmoqchi edim. To'ydan oldin mahrga so'ragan uyimni opajonga bermoqchi edim. Agar siz ham xo'p desangiz, opajon ijarada yashamasizlar. Mana shu uyda yashang. Men ming rozi bo'laman opajon. Ololmayman. Bu sizga mahrga berilgan. Bu uy meniki edi. Endi sizniki opajon. Farzandlaringiz bilan borib maza qilib yashang. Qizim, mayli. Chin ko'ngildan beryaptilar ekan. Qizim, umringizdan baraka toping. Rahmat sizlarga. Xudo xolasa, televizor bilan xalatilik meni nomimda. Rahmat ukam. Alloh rozi bo'lsin. O'g'lim, qo'sha qaringlar, ilohim. Baxtli bo'linglar. Sizga tarbiya bergan ota-onangizga katta rahmat. Hurmatli qaynona onajonlar, kelin tanlashda adashmang. Yaxshi kelin, chiroyli tarbiya olgan kelin xonadoningizga nur olib kiradi, baraka olib kiradi va mana bunday mukofotlarga ega bo'lasiz.